Assalamualaikum dostlar. Bugün sizler bilan Learning Chess. Praga shaxmat festivali turnirida yana bugun 4-turdagi o'zbekistonlik shaxmatchilarimizning o'yinlarini ko'rib chiqamiz. Xo'sh. 4-turda Nodirbek Abdusattorovning raqibi David Antonov, Nodirbek Yoqubboyevniki esa Jordan Van Forest. Xo'sh, Nodirbek Abdusattorov qoralardan, David Anton oqlardan. Birinchi Abdusattorovning o'yinini ko'rib chiqamiz. D4, F6, ikkinchi partiya. C4, yarim varianti. Keyin E6. F3 teoriya. Menimcha hozir D5 ursa kerak turibdi ham. Ot C3. Agar hozir urib tashlasa markazda egallab oladi David Anton va keyin katta ehtimol bu piyodadan qaytarib oladi. Shuning uchun Nodirbek urmaydi va nima qilib qo'yadi. Agar endi bo'lsa, bizda yaxshi markaz bo'lib qoladi. Lekin xo'sh. David Anton E3 surmoqda. Mana bu filani o'yinga chiqarish maqsadi va mana bu piyodani himoya qilib qo'yish. Va ot D7. Keyin otda mana qachondir mana bu yo'llarga olib kelish maqsadida. Fil D3. Filni yaxshiroq diagonalga qo'yib qo'ymoqda. Hop. Piyodani urib yubormoqda. Nodirbek. David Anton qaytarib urmoqda. Va Nodirbek hujum qilmoqda filiga. Fil qochib qo'ymoqda. D3 o'zinikidagi. Va B4 otga hujum qilmoqda. Nodirbek. Ot E4. Otni markazlashtirib almashtiraylik deyapti. Nodirbek almashtirib yubordi. Urildi. Va fil B7. Francesco fili deyiladi bu. Mana bu uzoq diagonalda filga qarshi kurashmoqchi. Keyin mana bu piyodasiga hujum bo'ladi, oshini himoya qilib qo'ymoqda. Ot D3, otni aylantirib mana bu yerlarga olib kelmoqchi shekilli David Anton. Fil E7. Fil mana bu diagonalga o'rnatib qo'ymoqda va kichkina rakirovka tayinlamoqda. Nodirbek Abdusattorov. Rakirovka. Xo'sh, B3. Mana bunaqa fildan tantanam qilmoqchi qora ketakdagi filni. Xo'sh. Farzand B8. Filda mana bu yerga qo'yib, mana bu piyodaga bosim o'tkazish bo'lsa kerak. B2. Mana bu diagonalga qo'ymoqda. Hozir mana buni qachondir mana buni surib, mana bu piyodaga bosim o'tkaziladi. Ruh C8. Kompyuterga yuk yoqmadi. Balkim mana bunda surib turib keyin olishmi? Xo'sh, ruh C1. Hozir ekanni qo'yamiz. Surilibdi ham. Mana shuga kiryapti Nodirbek. Va farzand G4. Mat qo'ymoqchi. Albatta Nodirbek ko'radi buni. Va G6 yuryapti. Keyin esa farzand F3. Yana bosim o'tkazish maqsadida deyman. Filani fillarni shuga kerak. Nima bo'ldi hozir? Va farzanga hujum qilmoqda Nodirbek. Farzand qochib qo'ymoqda. E2 va otiga hujum. Farzand biz B7 yuribdi. Qarshi hujum o'ynagan bo'lsa ham agar endi olsa himoyasi bo'lib qolardi. Bu yaxshi emas ekan. Va hujumni yopyapti ruh bilan. Ruhlar almashdi. Ot qochilsa kerak hozir.
Rahmat qo'ymoqda deyman. Urug'da 8. Hozir mana buni ochib turib batareya qilmoqchiman. Urug'da bir farzanga hujum qo'shmoqda va H3 g'oyasi oxirgi rank bank rank mate deyiladi inglizchasiga. Oxirgi gorizontalda mod bo'lmaslikda oldini olish mana bu yerga qo'shib inshoq qo'shib ketishni oldini olyapti. Xo'sh. F5 yana noaniqlik Nodirbekdan. Otga qo'sham, lekin shoxni oldin oshaveryapti. Mana bu fil mamot o'tirish ehtimoli katta. Otbolti markazga qo'yyapti, shoxga ham yaqin. Otbolti boshqursa plus bor ekan. Farzand C5 bor ekan. Hozir bunday yo'q ekan. Xo'sh. Dividandan ot B5 yurmoqda. Ikkita hujum bo'lgani uchun va ruhlar revansh ketdi. Ot D5 Farzandni kelishini oldini olyapti menimcha. Nodirbek Farzand C2 mana bu diagonalga qo'ymoqda. Xo'sh. Shoh F7 shoh sekin o'yinga olib chiqilyapti. Inchfilni olib chiqish kerak shohni. E4 xo'sh, piyodalar almashinuvga kiradi deyapti. Otbek kirdi va qadar oldi. A6 otda qadam olmoqda. Otda yuribdi. Mana bu degan hujum Nodirbek qilib qo'ymoqda va ot F3 mana shu ot mana bu yerda sayl qilib keldik. Mana bunday shoxlar bermoqchiman. Xo'sh, ot C3 filni yopib qo'ymoqda. Agar borsa mana bu piyoda qaytarib endi muammo tug'diradi. Katta ehtimol. Farzand F4 shoh. Shunchaki shoh berib qo'yib, ota shoh G8 farzand E5 piyodaga bosimga mana bu yerga yurib yana ko'proq bosim qilmoqchi edi. Nodirbekdan xato, farzand soldi. Nega xato? Ator bo'lgan. Davidondan bariyar bosib yubordi. Yaxshiyam ator ko'rmay. Farzand almashinuv taklif qildi. Davidondan birinchi filni almashtirib keyin piyodani oldi. Shoh fil berganmidi. Bu vaziyatda durang. Shunga Daviddan so'ng Nodirbek durang rosa bo'lishdi. Lekin mana bu vaziyatda qoldi. Mana shu yurish yaxshi bo'ldi. Bir yarim ustunlik bir ekanda va Daviddan bitta yana bitta surib qo'yindi. Yaxshi durang bo'lgan. Va Nodirbek Yoqubboyev o'z o'yinini yutkazib qo'ydi. Yordamon Foresga. Xo'sh. Yo'q, Nodirbek Yoqubboyev o'qlardan. D4 default. Bu yerda ham xuddi shunaqa boshlandi o'yin. O'tgan o'yinda menimcha sol yurilgan edi.
bu yerda filieta yurilyapti. Xo'sh. Rokirovka. Filevtorda maqsad olib chiqish shunchaki o'ynab chiqarishga mag'lub oddiyatda Manitga Anadolu kimosi izlıyor Forest. Başına alan alev yok. Biliyor hocam. Filon yaptım. Tamamen bu olan hakiken adli işler yarak birike. Biyade yuhnama Forest yapmaydı ve almıştır oraya yaptı. Ve onu kollab yaptı. Nadru Yakubayev. Hoş. Biyade katıp kaldı. Ve yordama Forest abiş. Bunu yaptı. Yordamcılığı katmak için. Ve yordamcı koşup yaptı. Nadru bundan boshqa ishlar ustunlikni qoralarga berib olardi ekan. O'shaning ustida ishlayapti. Hozir otga mana shu piyodalar qandaydir qavatlanib qolgan, lekin markazda egallab olishgan. Kichkina rokirovkaga qilsa kerak. Aha. Mana bu yerda yo'q shekilli. Forest, rokirovka. Filout. Shular mana shu kerak deyapti kirishda va bebeğiş hücum qildi ruhga ursa uraman deyapti. Urilmabdi. Otga hujum qildi, ot qaytdi. Yozef Forest piyoda yetib olmoqda. Shuning uchun aniqligi chekli xo'sh. Farzga otga hujum, ot qilinyapti. Va keyin yana hujum. Mana bu. Xo'sh, hozir urilganda shunaqa bo'lar ekan va mana bu piyoda juda xavfli bo'lib qolar ekan. Urilmadi, ot himoya qilib qo'ydi. Ot qochdi. Boshqa shular qaytarish kerak edi. Forest ham qaytarsa Qo'boyev g'alabaga o'ynadi. Xo'sh. Ikki marta yaxshi zo'r turibdi. Urildi. Xo'sh. Ikkita qoralarning vaziyatiga kirib oldi. 5 shoxdan oshirib yubordi. Yaptı. Qo'boyev piyodaga hujum. Piyodan turib qo'ymoqda. Piyodani urmoqda, keyin urildi, qaytarib Farzga hujum berdi. Filevtor ustunlik oqlarda shoh. Ruh 8 üstünlük berardi. Farzın Ashturdan keyin Farzın F5 topish kerak edi. Ochmasdi. F5dan keyin ochgan ulardi. F1 qo'shardik. H3dan shoh berardi. Shoh berib turardi. bir oldi ustunlik bog'lardi. Lekin Nodirbek Yoqubboyev shoh F1 bilan quvonlar. Minus yarim ustunlik. Va eng yaxshi topdi. Ammo Forest eng yaxshi topdi. Va yana shoh beradi.
minus 3,5 üsteldik. Nottingham Forest'te. Yana aniqlik. Shoh. Va bu prevensiya mana bu fe'l qurmayapti. Bu yerga nima farzand berardi? Bu yerga yursayam sekin motorga tushib qolardik. Mana 7 yoshdaman. Shunaqa bo'lib kesib qolsa. O'shancha farzand berardi. Yo'lda urildi. Ruh va ot farzandga qarshi durang, lekin bir to'rtta piyodaga ikkita piyodaga qarshi sekin farzandga hujum, farzand qochdi. Piyodaga hujum, piyoda o'ynandi. Shoh sekin yurmoqda, ot aylanib yuribdi. Yo'qboyev oxirgi jon. Mana bu piyoda ketdi. Shoh yurdi va farzandga tushib beryapti. Nottingham Forest lekin ursak uradi. Shoh endi bu farzand ketib ketadi. Uradi. Mana bu piyodani uradi. Mana obradi. Nadir Yoqubboyev ketib qo'ydi. Nottingham Forest birga chiqib qoldi. 3 ochko bilan Nodirbek Tumanbekka bu 4 tur o'ynardi edi. 5-tur ham shu videoni orqasidan tezda chiqadi. Bugungi videomiz tugadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.